Hay uyat, jon o'lan. Kelin chiqdi, yo'lni och. Ne ko'z bilan ko'rayki, kelin yarim yalang'och. Shariqning qizi bo'lganda bo'lib sharmu hayosi, bunchalar ochiq sochiq bo'lmasmi libosi? Kelin qaydan? So'radim. Bitta kelinoyidan. Yasat. Qishloqning Parij degan joyda. Voy o'lay, o'zimizning qizimizmi bu hali? Otabeklar, kumushlar kiygan liboslar qani? Ko'ylagi uzuq yuluq, yelkalari yap-yalang. Voy o'lay, qo'ltiqlari ko'rinyapti-ku, qarang. Ayol kishi bo'lsam ham junjikib ketdi etim. Ko'kraklari ochilib pop turibdi bir yutum. Bu libosda qizlarni ko'rgandim kinolarda. Bo'lar edi g'arbdagi ko'ngilochar joylarda. Yozilardi u joylar eshigiga hammasin 16 ga kirmagan bolakaylar kirmasin. Yirtilib ketganmikan yoki ochgan jo'rtdagi qaynotasi uyalib chiqib ketdi ko'chaga. O'g'lim so'kar ichida. Qanday uyalmay tursin? Uni u, buni bu deb tapgan xotining qursin. Badaniga qarasam oriyatdan qaqshayman. Ayollar hammomiga o'tirganga o'xshayman. Qaynona yelkasini yoping deb imlayapti. Yanga der, yopay desam kelin unamayapti. Qaynonasi darg'azab ichida der, to'y o'tsin, kuningni ko'rsataman. Qiz bo'lmay beting qursin. Namoyishga ochilgan bo'yin qo'ltiq yanoqlar. Ko'zi bilan yeb qo'yay deb turibdi bo'ydoqlar. Qanday chidab turibdi? Kuyov munchalar royish. Kelinning ziynatlarin qilib qo'yib namoyish. Kuyovga qaradimu orim keldi. Bo'ldim lol. Turibdilar okam. Gerdayib olib bemalol. Shom bo'ldi. Tugadi to'y. O'chdi karnayning uni. Tamom bo'ldi, ming shukr. Ochiq yelkalar kuni. Qasd qildim. To'y qilaman. Qizim Osiyoxonga sharqona liboslar chiqqanida do'konga.